Zelenskiy Saudiya Arabistoniga bordi, deya ma'lum qildi Guardian nashri. Kecha Ukraina rahbari Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon bilan uchrashdi. Bundan tashqari 11-mart kuni mamlakatning Jidda shahrida Ukraina va AQSh rasmiylari o'rtasidagi muzokara bo'lib o'tishi kutilmoqda. Washington Kiyevga mudofaa maqsadlarida ishlatiladigan razvedka ma'lumotlarini berishni to'xtatmadi, dedi AQSh rahbarining maxsus vakili Kit Kellogg. Xitoy rahbari Si Jinping va AQSh rahbari Donald Trump aprel oyida Xitoyda uchrashishi mumkin, deya ma'lum qildi Xitoy ommaviy axborot nashrlari. Trump Zelenskiy prezidentlik lavozimidan ketmaguncha Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berishni tiklamaydi, deya ma'lum qildi Bild nashri. Oq uyda yuz bergan janjalli uchrashuvdan keyin so'nggi shubhalar ham tarqaldi. AQSh rahbari Donald Trump Vladimir Zelenskiyni hamkor sifatida emas, balki maqsadlari yo'lidagi to'siq sifatida ko'rmoqda. Manbalarning so'zlariga ko'ra, Trump yopiq eshiklar ortida Zelenskiyni Ukraina rahbarligi lavozimidan ketishga majbur qilmoqchi. Qanday qilib? Siyosiy bosim orqali. 47 yoshli siyosatchi hokimiyatda qolar ekan, Kiyev yangi Amerika qurollarini olmaydi, deyiladi ushbu maqolada. Agar Rossiya muzokaraga rozi bo'lmasa, unga nisbatan yangi qat'iy sanksiyalar joriy qilamiz, dedi AQSh Kongressi senatori. Respublikachi senator Lindsey Graham Kongressga Rossiyaning energetika va bank sektorlariga qarshi yangi sanksiyalar to'g'risidagi qonun loyihasini kiritish niyatida ekanligini ma'lum qildi. Ushbu sanksiyalar Moskva urushni to'xtatish bo'yicha muzokaradan bosh tortsa kuchga kiradi. Agar ruslar AQSh ma'muriyati bilan o't ochishni to'xtatish va tinchlik bo'yicha muzokaraga kirishmasa, biz ularga sanksiyalar joriy qilishimiz kerak, deya ta'kidladi ushbu senator. Trump AQSh va Ukraina o'rtasidagi Saudiya Arabistonidagi muzokarada muhim voqealar yuz berishi mumkinligini aytdi. O'ylaymanki, Saudiya Arabistonida yaxshi natijaga erishamiz. U yerga ko'plab yaxshi odamlar yo'l olmoqda. Menimcha, Ukrainada hammasi ajoyib bo'ladi. Rossiyada ham shunday bo'lishiga umid qilaman. Bu hafta juda muhim voqealar yuz berishi mumkin. Bunga umid qilaman, dedi Qo'shma Shtatlar rahbari. Eronda 200 milliard dollar qiymatga ega 3 milliard barrel neft zaxirasiga ega kon topildi. AQSh va Janubiy Koreya qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazishni boshladi. Ikki davlat qurolli kuchlarining o'zaro motlashuvini oshirishga qaratilgan mashg'ulotlar 10-dan 21-mart kunlarigacha davom etadi. Donald Trump Rossiya, Xitoy va Eron o'rtasidagi qo'shma harbiy mashg'ulotlardan xavotirda emasligini aytdi. Chunki biz hammadan kuchlimiz. Ularning barchasidan ko'proq kuchga egamiz. Uchalasi birlashsa ham ulardan kuchlimiz. Men armiyani qayta qurdim, dedi AQSh rahbari. Turkiya Isroilning NATO mashg'ulotlarida ishtirok etishini bloklaydi. Ynet nashri. Nashr bu haqida Isroil Tashqi ishlar vazirligidagi manbaga tayanib xabar berdi. Bo'lajak mashg'ulotlar davomida NATO qurolli kuchlari va ittifoqchilarining favqulodda vaziyatlarda tayyorligi mashq qilinadi. Isroil rasmiysining ta'kidlashicha, Anqara veto huquqidan siyosiy maqsadlarda foydalanmoqda. Mintaqadagi hamkorlikka putur yetkazmoqda va NATOning global muammolarga qarshi kurash qobiliyatini zaiflashtirmoqda. Rossiya Kursk viloyatidagi Ukraina bo'linmalariga zarba berish uchun gaz quvurlaridan foydalanmoqda. Rus harbiylari Yevropaga gaz yetkazib berish uchun foydalanilgan quvur ichida taxminan 15 kilometr masofani bosib o'tgan. Ularning bir qismi Sudja shahri yaqinida Ukraina bo'linmalariga orqa tomondan hujum qilishdan oldin bir necha kun davomida quvurda yashiringan. Ukraina Rossiyaga dengiz va havo hududida sulh taklif qilmoqchi, deya ma'lum qildi Bild nashri. Kiyev hukumati vakilining so'zlariga ko'ra, bu masala AQSh vakillari bilan Saudiya Arabistonida bo'ladigan muzokarada ko'tariladi. Uning fikricha, bunday sulhni amalga oshirish va nazorat qilish osonroq. Shuning uchun u yaxshi boshlanish bo'lishi mumkin, degan Kiyev rasmiysi. Ukraina qurol sotib olish bo'yicha dunyo yetakchisiga aylandi. Rossiya eksporti esa keskin kamaydi. Ukraina 2020-2024-yillar oralig'ida dunyoning eng yirik qurol importchisiga aylandi. Ko'rsatkich 2015-2019-yillarga nisbatan deyarli 100 barobar oshdi. Shu bilan bir vaqtda Rossiya harbiy sanoat korxonalarining eksporti 64% ga kamaydi.
Tramp va Putin o'rtasidagi uchrashuv sanasi hali aniqlashtirilmagan, dedi AQSh davlat kotibi. Marko Rubio shuningdek, AQSh Saudiya Arabistondagi uchrashuvda Ukraina tinchlik uchun qanday yon berishlariga tayyorligini tushunmoqchiligini ma'lum qilgan. Ukraina AQShning qo'llab-quvvatlashiga qaramay omon qolmasligi mumkin, dedi Donald Tramp. AQSh rahbari Donald Tramp Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan yaxshi munosabatlarga ega bo'lishiga qaramay, Moskva bilan bog'liq masalalarda qat'iyroq yondashuv tarafdori ekanligini qayd etdi. Shuningdek, u Ukrainaga AQSh tomonidan yordam ko'rsatilishda davom etilsa ham mamlakat omon qolmasligi mumkinligini ta'kidladi.